Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Humoyon Haqqulov. Bugungi mavzuyimiz bizdagi talant, bizdagi kuchli jihatlar, bizdagi muvaffaqiyat qanaqa qilib bizni bildirmasdan o'ldirishi mumkinligi va qanaqa qilib aslida bizni talantimiz, iqtidorimiz ko'p hollarda bizga atrofdagi insonlarni bildirmasdan dushmanga aylantirish to'g'risida gaplashamiz. Hech e'tibor berganmisiz? Siz agar dabdurustdan qanaqadir muvaffaqiyatga erishib, buni soddadillik bilan yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashgan paytingizda hamma ham siz tasavvur qilgandek, siz kutgandek reaksiya bildirmaydi. Ya'ni xayrixohligini ko'rsatib, ichidan haqiqatda sizning muvaffaqiyatingiz uchun xursand bo'lmaydi. Nimaga bu narsa sodir bo'ladi? Chunki bizni, ya'ni inson tabiatida bor bo'lgan bir narsa bu biz har doim o'zimizni boshqalar bilan solishtiramiz va bizda hech qachon butkul yo'qolib ketmaydigan yana bir narsa hasad, ko'ra olmaslik. Bu narsalar inson tabiatida ichida baribir dengiz tubida eng tagida tosh yotgandek insonni ham ichida yotadi bu narsa va biz qachonki nimadirga osonlik bilan erishib boshlaganimizda, bizda qanaqadir iqtidor paydo bo'la boshlaganida bu narsa har bir atrofimizda biz yaqin deb bilgan insonga ham hammasiga birdek yoqavermaydi. Chunki men hozirgina ta'kidlab o'tgan narsa, insonlar o'zini boshqalar bilan solishtiradi. Va insonda ego tushunchasi bor ekan, siz nimadirga erishayotganingizda narigi inson nimaga u man emas degan savolni ko'nglidan o'tkazishni boshlaydi va tabiiyki o'sha insonlar sizni yiqilishingizni, qoqilishingizni kutishadi. Agar bu holat sodir bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan hayotda bunaqa holatlar sodir bo'lishi tabiiy. Ana o'sha holatda insonlar sizni qoqilishingizni, yiqilishingizni zavqlanib tomosha qilishadi. Sizni og'riqli nuqtalaringizga zarba berishadi. O'shaning uchun hech qachon muvaffaqiyatingizni, talantingizni boricha 100% ko'rsatishga harakat qilmang. Agar siz muvaffaqiyatga erishib qolgan taqdiringizda ham bu narsani omadga yoying. Bu narsani har doim yaqinlar yordami bilan bo'lganiga qayta va qayta urg'u berib keting. Ya'ni buni orqasida faqat men emas, bu yoqda butun boshli jamoa palonchi yordam berdi, pistonchi qo'llab-quvvatladi va siz har safar yo bu meni o'zimning ishim, bu meni og'ir mehnatim mahsuli deb qancha ko'p bu narsani ta'kidlaydigan bo'lsangiz, bilingki insonlar sizga nisbatan nafrati kuchayib boradi, ko'ra olmaslik, hasad hissi kuchayib boradi va ular sizni qoqilishingizni kutishni boshlashadi. Va eng yomoni to'rtinchisi, ular sizni ichingizdagi dushmanlaringizga aylanishadi. Qanchadan qancha insonlar yaqin inson muvaffaqiyatga erishgandan keyin o'sha insonlar dushman tarafga o'tib ketishadi. Nega? Chunki mana bu insonni muvaffaqiyatga erishganini qabul qilish, ko'rish bu og'riqli bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ulashing, fikringizni kommentariy, ya'ni izohlarda bildiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.